Tasavvur qiling, $200,000 evaziga o'ta hashamatli Bentley Bentayga crossoverni xarid qilyapsiz. Hammasi zo'r, to'g'rimi? Lekin konfigurator orqali salonga bitta qo'shimcha opsiyasini qo'shsangiz, mashinangizning narxi birdaniga 2 barobardan ham ko'proqqa oshib ketadi. Like'ni ayamang, hozir nega narx bunchalik oshib ketishini aytib beraman. Buning sababi old panelga o'rnatiladigan Breitling Mulliner Tourbillon soatidir. Shok qiladigan joyi shundaki, ulkan lyuks mashinaning o'zi $200,000 tursa-da, bu bitta soatning narxi qariyb $230,000 tashkil etadi. Nega u butun boshli mashinadan qimmat? Birinchidan, bu san'at asari to'liq sof oq oltindan ishlangan va siferblati haqiqiy olmoslar bilan bezatilgan. Lekin asosiy qiymati uning mexanizmida yashiringan. Bu soat murakkab mexanik qurilma bo'lgani sababli uzluksiz ishlashi uchun doimiy burab turish talab etiladi. Bentley muhandislari millioner mijozimiz soatni o'zi burab o'tirmaydi-ku deb hisoblashgani va mashinaga maxsus faqat shu soat uchun xizmat qiladigan bitta elektr motor o'rnatishgan. Mexanizm to'xtab qolmasligi uchun bu motorcha vaqti bilan soatni prujinasini avtomatik ravishda o'zi aylantirib ishlatib turadi. Ya'ni bitta soat uchun alohida maxsus motorcha o'rnatiladi.